Bugungi o'yin uchun U17 termadagi ukalarimiz hammasiga rahmat. Ukalar, sizlarga qarshi ayta olamiz, ta'zimdamiz. Gap so'z yo'q. Shu joygacha borishda o'zi bir katta natija. Kimsan Italiya bilan o'ynadinglar. Lekin meni shaxsiy fikrim, biznikilar Italiyaga yutkizmadi. Italiyaga yutkizib berdi. Sababi Italiyani agarda biz yutib qo'yganimizda, bilasizlar, katta terma jamoamizning bosh murabbiyi Fabio Cannavaro italiyaliga "Senlar meni davlatim yutib qo'yishdingmi?" deb turib U17 dagi bolalarni termaga chaqirmay qo'yishligi mumkin edi keyinchalik. Alam o'ch olish uchun-da, alamzada bo'lib. Biznikilar qo'y dedi. Nazariyobon dedi biznikilar. Naq qo'yaylik dedi. Naq turib plastikni shunday o'zgartirib qo'yishdi, sekin yutkizib berishdi. Keyin bizning mentalitetimizda birovni aldamaslik, yolg'on gapirmaslik bor-ku. Shu bir ikkita bolalar shu maydonda ham shunga amal qilib qo'ydi bizning bolalar, ayrimlar. O'shuning uchun deb o'ylayman, lekin eshitdinglarmi, bugun Italiyaning kuni ekan. Chunki Italiya bugun yutdi bizni. Lekin kattalarimiz ham o'ynaydi bir necha daqiqalardan keyin. Kattalarimizda bizda bosh murabbiy italiyalik. Bag'ida ham Italiyaning kuni bo'lsa, unda biz mana rozimiz unda biz. Nima deysan? Lekin ukalar kayfiyat tushirmanglar, yutkizib qo'ydik boshqa deb. Nasib bo'lsa, keyingi yil jahon chempionatida biznikilar Italiyani quvib yurib uradi kattalar, akalaringlar. Quvib yurib urib keladi. Bir oyog'ida tepgani gol olib keladi. Nasib bo'lsa. Omad, charchamanglar. Respekt.